Akalar garbanos nima deyapti? Murodjon aka, buni qayerdan topib keldingiz aka? Bayramjon siz obunachilarni qo'yib keldim. Obunachilarga metr turadigan variantlardan akalar. Ko'rib turibsizlar, uzunligini qaranglar qo'ydi. Murodjon aka, bering buni zo'rdan. Qo'zi holat aka, mashq holatiga yana o'sadi deyapsiz. Bering aka buni. Bayramjon, mayli olishsin Bayramjon. Ruslan bo'la olishsin. 200 ming ham berishsin mayli. Yana 200 ming o'tib berasiz. 200 ming o'tib berasiz. Xolos mana aloqaga chiqaverasizlar akalar. Zo'rdan olaman degan ishqiboziga taklif qilamiz akalar. Voy, Murodjon aka, otmi bu, qo'ymi? Otmidan tenglashadigan variantidan olib kelibsiz bugungi aka. Ot desa ham bo'ladi. Akalar haqiqiy nima deydi, zot yo'nalishiga, urug'likka tavsiya qilamiz. Garbanos qo'chqar turuvini qaranglar, stilkalarini akalar, oyoqlarini qaranglar, baquvvatligini haqiqiy. Zo'ridan olaman degan akalarimiz bugun aloqaga chiqib ishlaringizni bitiringlar. Soni chegaralangan akalar. Xohlasa bunaqasi hadeb ham chiqa olmaydi. Har zamonda bir chiqyapti-yu, sotilib ketib qolyapti ham akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, xohlasa mana akamiz narxini chutki qilib sizlarga ma'qul keladigan darajada chiroyli qilib chiqarib beradilar. Xohlasa videoni boshlayveramiz akalar. Assalomu alaykum, kanalimizning ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva YouTube ishqibozlari, mana bunda yirik qo'chqar ishqibozlari. Akalar, bugun 2026-yil 1-mart bahorda boshlangan kun akalar, xohlasa hafta kuniga yakshanba dam olish kunida Namanganda Tepaqo'rg'onda video syomkani olib boryapmiz. Xohlasa bugunga mana bunday qo'ylardan mana zo'rlaridan olib kelgan ekanlar akamiz. Xohlasa mashina chiroyli qilib ma'lumotini yetkazib o'tadilar. Murodjon aka, tuzumsiz? Assalomu alaykum, Bayramjon, yaxshi bo'ldingizmi? Charchamay, tuzib turibsizmi? Assalomu alaykum. Obunachilarimizga xudo xolasa men qo'chqarni haqiqiy yirigidan olib keldim. Urug'likka? Urug'lik xudo xolasa qo'yga qo'shganni Bayramjon, haqiqiy zo'r varianti. Videoda o'tkazilsa oxirigacha ko'rib turishsa, xudo xolasa 3-4 parcha qo'y chiqaramiz. Egizchisi ham bu oxirida 10 milliondan pastga chiqarib beraman. 10 milliondan pastga egizchi qo'y chiqadi. Egizchi qo'y chiqarib beraman. Akalar, birinchi partiyaga qo'chqarni asha tozasidan baqaman degan akalarimiz. To'shlarini qaranglar. Metrda xotirjam uradigan variantidan aka. Xohlasa. Yuzlarini qaranglar. Hop, bu haqida ma'lumotni boshlayveramiz aka. Yeb-ichlar sinovdan o'tkazib oldingizmi aka buni? Xudo xolasa sinovdan o'tgan Bahramjon, obunachilarimizga bir hafta sinamog'i bor. Bir hafta sinov muddati bor. Dumbarazingizga qaranglar akalar. Osilib ketmaganda xohlasa haqiqiy badani ham o'ta dahshat ekana qo'ydi. Oyoqlariga bittadan e'tibor berib qo'yasizlar. Yoshoyligi nima deymiz aka buni? Buni o'zi yoshoyligi 4 ish Bahramjon. 4 ish. Men bo'yim qarab e'tibor bering, men bo'yim 1.70 mana bunday tikka tursam, mana shu mana metimda kelyapti pastdan. Hozir buni ham o'lchab ko'rsatamiz Bahramjon. Mana tishlarni bo'lsa o'tkazamiz, realni bo'lsin. Chiqibdi 4-inchisiga. 4-inchisiga chiqibdi akalar. Haqiqiy ketadigan paytiga kelib qo'shqardi. Yemni bersangiz ketaveradigan zot yo'nalishiga baqaman degan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Uzunligini qaranglar, qo'ydi. Jonivordi. Bahramjon, bu uzunligi ham 1 metrdan oshiq Bahramjon. 1 metrdan oshiq. Ha, oxirigacha ko'rib turibsiz, hammasini o'lchab bir qator ko'rsatib beramiz. Bo'ylari o'sha endiga hamma tomonini ko'rsatib beramiz. O'lchab ko'rsatib beramizmi aka? O'lchab ko'rsatib beramiz yo'qsa sirazi. Hurmatli obunachilar, mana yerdan balandligi inshaalloh mana 95 plus akalar. 1 metr Bahramjon. U 1 metr. 95 1 metrga jichcha kamagan akalar. 95 plus bu Bahramjon? 95 plus. 95 ga olishaversin. 95 ga olishadi. Uzunligini ham o'lchaylar aka bitta. Realni bo'lsin. Mana Bahramjon. Akalar, uzunligini metr mana ko'rib turibsizlar mana. Bunday qilib ko'rsa metr yetmayapti jichcha mana. Bir 10 sent bor turibdi. 1.10 deylik aka. 1.10 95. Hamma joyi haqiqiy kelgan qo'chqor. Zo'rdan olaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar. Qulog'i incha ko'rinmayapti kalla kattaligi uchun. Qulog'i 19 Bahramjon. Qulog'i ham 19, kallasi vobshe kattagina. Garbanos qaranglar, zo'rdan olaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa buni ham yurgizib ko'rsatib beramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa qiziqqanlar, ishqibozlar aloqaga chiqishaveradi. So'mdamish qilib So'mda chiqarib beramiz Bahramjon, negativ fikrlar kerak yo'q. Nech pul deymiz aka? Bu narxiga kelsa Bahramjon, vodiy bo'ylab Toshkentgacha 14 million 800 ming so'mga yetkazib olib beramiz. 14 million 800 ga. Unaqa 15 million 20 million narx yo'q bugun. Yo'q, bizda unaqasi yo'q. Akalar, haqiqiy nima deysizlar? 14 million 800 ga xayrini qilib berasiz aka. Ulug'a ham shunda turib qo'ysa xohlasa. Bahramjon hech kim aytganda sotmaydi. Xayrni qilib beramiz. Nech pul o'tib beramiz aka obunachilarga? Chiroyli qilib o'tib bering buni aka. Bahramjon bir oldi qo'shib gapni kerak, bir 200 ming o'tib bersa nima deysiz? 200 ming siz obunachilaringizga shunda 14 million 600 ming so'mdan bo'ladi. 14 million 600 ming so'm bo'ladi.
Xudo xolasa uylariga kirib boradi dastlabkasi ichida. Aka, mana shuni bor, tekis qiling. Ro'zani kunida turib sochib olamiz, duo qilib qo'yishadi aka. Xudo xolasa like bosib qo'llab-quvvatlashadi. 14,5 millionga bering aka, lekin mana qo'chqoringiz haqiqiy talabga javob beradigan zo'ridan olib kelibsiz. Aka, sizga ham rahmat aytamiz. Obunachilar ulashyapsiz. 14,5 ga bering aka buni, xudo xolasa. Lekin yaxshilar bo'ldi lekin. Narxi yaxshi bo'ldi aka, yana ham yaxshiroq qilib bering, xudo xolasa. Endi ham 100 dan ortiq bo'lsa kerak, lekin obunachilarimiz o'ylab qolishmasin, telefon qilib go'shtga pishirmasin buni. Kelib ko'rsa ham bo'ladi. Kelib ko'rishaversin. Mana. G'o'dasi juda katta, telefonda qanday ko'rinyapti bilmadim. Akalar uzunligini ko'rib turibsizlar mana. Uzoqdan olinyapti mana, yaqindan olinsa mana ekranga sig'mayapti, ko'rib turibsizlar. O'zlaring kelib xolis tepasida ko'rsalargan bo'laveradi, lekin qo'ydi. Metrni ham ko'rdinglaring, 1.10 akalar uzunligi, bo'yi 95 plyus 95 ga olavergansizlar. Mana akamiz o'zlari ham aytayaptilar. Xolasa mana ko'rib turibsizlar, mana yurgizib ham ko'rsatib beryaptilar. Haqiqiy zo'rdan baqaman degan akalarimiz ishqibozlari telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Garabonuslar ham hamma joyi kelgan. Sog'lom, sog'lom joyda Bahramjon. Xudo xolasa bir hafta sinab olishaveradi bemalol. Oldi 14,5 ga ketdi aka, oldi qochisi yo'q. O'sha Toshkentgachami dastlabkasini qilib bering aka. Toshkentgacha bo'pti, sizni obunachilaringiz uchun mana gapingizni oldim. 14,5 ga ketaveradi aka. Ketaveradi. Baraka, qo'yliq aka. Mana Bahramjon yana bir gap aytaymi? Telefon qilishsin. Aka like bosdim, obuna bo'ldim. Deyishsa shu kanalga. Hop. Otangga rahmat deb yozib qo'yishsa kommentariyasiga. Yana tushib bergan joyi bor. 14,5 dan yana ozgina o'tib berasiz, xayri bor. Yana xayri bor. Aka, barakasini bersin. Onisi maza qilsin. Xolosa olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin. Bitta qo'yib yuborasizmi aka? Bahramjon. Akalar haqiqiy gigantini zo'rini olaman degan aka-ukalarimiz telefon qilaverasizlar. Yuruvdi qaranglar. Haqiqiy zo'ridan baqaman degan akalarimiz. Mana akalar haqiqiy qo'ydi ishqivozi telefon qilaverasizlar, xolosa ishlarim bitadi. Bahramjon shundan oldin qochib ketib qolyapti. Kelib ko'rsalarga bo'laveradi mana. So'rasa yana takror video ham qo'yaveramiz. Video qilib tashlab berasiz. Mana shu qo'yib yuboramizmi aka? Oldin qochib ketib qolyapti, men qo'yib yuboramiz. Ko'rib turibsizlar. Yugurib yuribdi akalar. Mana akalar ushlatmayapti ham qo'y, haqiqiy. Mana gigantida olaman degan akalarimiz telefon qilaverasizlar. Zo'r yegan akalar. Akalar bugungi qo'ylarni o'ta seryozniylardan chiqadi. Mana uni qaranglar. Nima deyapti jonivor? Mazza qilib boqadigan variantlardan kelgan. Bu ham undan qolishmas ekan, ha, omalar yosh variant ishkilgan, bu basharasi ham yosh ekan. Bahramjon buni ko'rsating bu. Mana qo'zichon bu mana. Tashqi holatiga qo'zi yegan akalar. Quloqlari, yuzlarini qaranglar mana. Ko'rib turishaversa bundan keyin yana yoshlari bor bundan ham. Bundan ham yoshlari chiqadi. Bundan ham yoshlari chiqadi. Mana akalar, xolosa ko'rib olaverasizlar. Haqiqiy zo'ridan olaman degan akalarimiz dumbarazizdan qaranglar. Hamma yo'q kelgan. Ustlarini qaranglar. Tekis akalar. Oyoqlari ham o'ta baquvvat variantidan. Yoshayligi qo'zi ekan, ha, xolosa. Qo'zi bir 10 oylik atrofida bo'lsa kerak. 10 oylik atrofida mana akalar. Mana shu holatiga. Bu ham yeb ichish yaxshimi aka? Yeb ichish xudo xolasa sinovdan o'tgan, bu ham bir hafta garantiya beramiz. Bir hafta garantiyasi bor. Bir hafta garantiya. Bo'yini ham bitta o'lchov ko'rsatib beraylik aka. Mana. Realni bo'lyapti akalar, mana yerdan balandligi ko'rib turibsizlar. 90. 90 mi? 90. Bo'ldi. 90 akalar, qo'zilik davrida 90 hali. Mana ekitishga chiqmagan, ekitishga chiqqancha hali o'sadi, ekitishdan keyin yana o'sadi aka. Zo'r Bahramjon. Garbonoz ham haqiqiy qo'la tashlab turishlarini qarang. akalar. Quloqlari ham zo'r. Zo'r ekan, haqiqiy. Zo'ridan baqaman degan akalarimiz bugun ishqibozlari telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa. Quloqlari ham bu undan ham bo'lsa kerak Bahramjon. bu ham o'ta noyobidan ekan aka bu ham. Shunaqa Bahramjon, to'ni mana shu sarg'ish svetidan. Mana akalar. Bahramjon endi bularda endi bir xillar so'rashi mumkin. Parodasi qanaqa deb. Parodasini to'g'risi biz bilmaymiz Bahramjon. Arashan paroda. Arashan paroda. O'zi arashan deb haligi biz odamlarni ham aldash kerak yo'q. Arashan paroda aka. Arashan paroda bor lekin. Qo'ydi bori shu. Zotga boqaman degan aka-ukalarimizga mana yaxshi zo'r varianti. Mana aka. Dumbasi osilib ketmagan mana. Ikki dumbadan Bahramjon. Haqiqiy ishqiboz aloqaga chiqaverasizlar akalar. Nima deymiz aka narxini buni? Bahramjon bu narxini endi siz obunachilaringizga 11 million 700 ming so'mga yetkazib olib beraman, oddiy bo'ladi Toshkentga. 11 million 700 ga ketaveradi. Ketaveradi xolos. Xayri bor Bahramjon. Xolasa aka, sizni qo'llab-quvvatlab bugun kanalda birinchi marta chiqmayapsiz. Like'ni bosib, nima deydi, kommentariyada samimiy fikrlarni bildirishadi. Buni chiroyli qilib o'tib bering aka. Videoni ham cho'zmanglar, chiroyli qilib o'zingiz bilib o'tib bering aka. Ramazonda bari ham ko'chib ketyapti. Bitta o'tib berib qolay Bahramjon. Bitta o'tib bering chiroyli qilib aka. Xudo xolasa Bahramjon telefon qilishsin.
11,5 ga ketaveradi Bahramjon. 11,5 ga. Telefonga odamga qo'ying, yo'q degan odamga 11,5 ga ketaveradi. Dastlabki qayergacha aka? Dastlabki o'sha vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Xo'p, vohaga bo'lsa Bahramjon kelishilgan holatda. Dastlabkasini ham qilib berasiz aka. Beraman, ichida ketaveradi. Aka, barakasini bersin. 11 million 500 ming so'mga akalar. Zot yo'nalishga so'ramayman degan akalarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ydi zo'ridan olaman degan akalarimiz bugun olinglar akalar. Mana shu qo'chqar turuvini qaranglar. Sovliqni zo'rini qo'shib qo'ysangizda xolasa chiroyli bolani ham beradi akalar. Mana ko'rib turibsizlar. Zo'r variant. Bahramjon hali samgalamni hali o'sadi Bahramjon. O'sadi, sog'lom variantidan akalar. Qo'ydi qaranglar. Odamga mencha o'rgangan ekan, jonivor. Turishini qaranglar akalar. Haqiqiy zo'ridan baqaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Ketaveradi 11,5 ga aka. Ketaveradi Bahramjon. Qaranglar jonivordi. Mashalloh. Yuzlarini qaranglar akalar. Haqiqiy zo'ridan olaman degan aka-ukalarimiz bugun telefon qilinglar. Ularni olib mazza qilib boqinglar akalar. Akalar 3-partiyaga xudo xolasa o'sha qo'ydi ukalaridan chiqibdi aka. Mana akalar haqiqiy zo'ridan. Juda sho'x Bahramjon, juda. Juda umma videoga ham og'izmayapti onang. Ko'rib turibsizlar haqiqiy zo'ridan baqaman degan akalarimiz. Ishqibozlari telefon qilaverasizlar akalar, mana qaranglar. Soni 2 donami aka 3-partiyaga? Mana simjum variantda Bahramjon, simjum. Ko'rib turibsizlar akalar. Yuzlarini qaranglar, garbonos nima deyapti akalar. Bahramjon xudo xolasa bular ham qo'zi Bahramjon, ikki o'yaman. Ikkovi ham qo'zimi aka? Ikkovi ham qo'zi. Uni ushlash iloji bo'lmayapti akalar. Qaydan akamiz o'zlarilar. Shunga. Mana akalar. Uni ham bitta yonidan ko'rib olsinda mana. Zo'r akalar unisi ham, unisi ham. Ikkalasi Bahramjon ikkovi bir xil. Qo'ziya ikkovi ham aka. U ham qo'zi Bahramjon. Mana. O'ylanib o'tib, chiroyli qilib hozir. Dumbarazizlarni qaranglar akalar, haqiqiy zo'ridan baqaman degan. Biz dumbasidan boshlabda tulash. Ha, xudo xolasa Bahramjon bu ikkalasi ham 7-8 oylik atrofida. 7-8 oylik atrofida. 8 oy atrofida. Qo'ylari ham pashti bir xil. Qo'ylarni ham o'lchab beramiz sirazi. Narigi bilan tengam buni sherigi bilan narigi. Mana. Mana chiqqani bu sanashaveradi. 85. 85 mi? 85. 85 akalar haqiqiy zo'ridan olaman degan akalarimiz bugun aloqaga chiqaveringlar. Bugun xohlasam Murodjon akamda aksiya. Ramazon aksiyasi deydi-yu. Shunday. Mana chiroyli mana. Narxini ham Bahramjon yaxshi. Yaxshi mana. Salollari ham zo'r Bahramjon. Haqiqiy mana. Taglari ham yaxshi. Oyoqlarini qaranglar akalar, haqiqiy baquvvatli olaman degan. Hop. Mana bemalol xudo xolasa yedirib, ichib olishaveradi mana bemalol. Muddati bor. O'sha tomonda urg'ochilar bor, o'sha tomonga qarab. Qochib ketib qoladi hozir. Qulog'ini qarang, ko'p turibsiz. Tez ma'lumotni beramiz Bahramjon. Hop, aka nima deymiz narxini buni? Narxini endi Bahramjon, Jupoganga Bahramjon 7 million so'mdan ketaveradi. 7 million so'mdan oldi xashtiga berasiz. 7 million so'mdan Bahramjon ketaveradi. O't beradigan joyi bor. Telefon qilsa o't beraman. Telefon qilsa sunnatiga o't berasiz, xohlasa. Lekin telefon qilsa o't beraman Bahramjon. Hop, aka dastlabki qayergacha? Dastlabki o'sha vodiy bo'ylab Toshkentgacha. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha aloqaga chiqarasiz. Akalar haqiqiy zo'ridan olaman degan akalarimiz bugun qoshib telefon qilasizlar akalar. Hadeb ham kelolmaydi bunaqasi. Mana sherik. Yuruvni qaranglar akalar, haqiqiy chors. Unisi ham yaxshi ekan-a? Tashqarigacha chiqmaganligi uchun qochib ketib qo'yadi Bahramjon. Akalar oyoqlarini qarang. Qizlagan. Jonivor. Yurish-turishlari zo'r. Muammosi yo'q. 7 million so'mdan ketaveradi aka. Ketaveradi xolasa. Jupoganga xayri bor Bahramjon. Xayri ham bor ekan aka. Aka ham sotilaveradi Bahramjon. Aka ham sotilaveradi aka. Barakasini bersa, olganga ham sotganga ham xolasa. Uni ham bitta qo'yib beraylikchi. Jonivorni qaranglar, haqiqiy zo'ridan olaman degan aka-ukalarimiz aloqaga chiqaverasizlar. Nurjon aka, mana shu endi boshida aytganingiz, ekizchilar. Bahramjon, xudo xolasa buni narxlarini zo'r qilib beraman, bomba qilib beraman. Obunachilarga chiroyli qilib berasiz. Ham chiqarib beraman dedim, xudo xolasa Bahramjon qo'zlar ko'rsating. Simjum variantda mana. Simjum. Haligisi qanaqa aka? Qo'chqarmi, sovuqmi bular? Ikkalasi ham xudo xolasa ko'paysa, sovuq. Urg'ochi. Mana bunisi sal shusturroq Bahramjon. Shunga bilan sal farqi bor, ozgina mana. Lekin ikkalasi mana paytda o'zini nimasi? Qo'llar mana. Akalar haqiqatan mana ikizashchi olaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz mana. Inasi ham nechinchi bolasi aka bu? Bahramjon bolasi, birinchi bolasi adashmasam men. Ikki kish. Akalar, mashalloh. Birinchisiga tug'ibdi akalar. Ozgina Bahramjon bu mehr talab.
Endi bola baqish oson Ha, bo'lsa ikkita aka. bola baqish Qulog'ini oson emas. qaranglar, inasini ham qulog'i uzun ekan. Ha, yemlab berishadi Bahramjon. Yemlab, yaxshilab o'zlari qarashadi, xudo xolasa uzoq yillar boqib yurishaveradi. Yurishi. Birinchi bolasi ekan Birinchi akalar. bolalar mana. Birinchisiga Xolos egiz bergan. ikkalasi ham sog'liq ekan akalar. Ikkalasi Uyga ham borib baqsalar bu yildan keyinga 9 ta bo'ladi, ikkitadan tutsa, mashallah, inshaalloh. Mana. Xolasa. Bitta Xudo qo'yimiz xolasa uzoq 9 ta yillar bo'ladi. boqib yurishaveradi, xudo xolasa mana. Aka buni narxini nima deymiz? 10 million pasidami? 10 milliondan past dedim, 10 milliondan past chiqaveradi Bahramjon. Nech pul deymiz aka? Bahramjon 9 million 800 ming so'mga vodiy bo'ylab Toshkentga yetkazib olib beraman. 9 million 800 mingga. Ha, mana. Xudo xolasa Mana. olishsa Akalar, mana. Ozgina baqishadi Bahramjon. ikkizachchi variant, hop. Ozgina yaxshilab baqishadi. Va bolasini ajratib qo'yishsa, kuziga borib yana tug'ib beradi. Kuzi qishga borib. Qo'chqor qo'shib qolsalar, Ha, yana to'g'ri to'g'ri. qo'shib qolsalar yana tug'ib beradi, xudo xolasa. Ha, zo'r variant, xudo xolasa. Aka bolasi necha kunlik taxminan? Bolasi bir haftadan oshib 10 kun atrofida 10 Bahramjon. kunlik atrofida akalar, qaranglar. Xolasa jonivorda jullarini ham o'ta simjun variantlardan olaman degan akalar. Inasini ham dumbasi osilib ketmagan ekan akalar. Mana ozgina mehr tilab emishini ko'ryapsizlarmi jonivorda? Buni aka ozgina xayr qilib bering. O'tib bering aka. Bu Bahramjon o'tib bergan joyi bor Bahramjon. Bo'lmasam video so'nggi bu oxirgi paytda Bahramjon. Oxirida bitta narx Bunday qilinglar Bahramjon. sindiring aka. Bitta narx aytay. Xo'p, telefon qilishsa xudo xolasa. Hop. Vodiy bo'ylab Toshkentgacha Bahramjon. 9 million 500 ming so'mga yetkazib olib beraman. 9,5 millionga ekizak ketaveradi ekan. Ketaveradi Bahramjon. Bitta O'zidan ko'payib yuradi xudo xolasa. bitta bo'g'oz qo'ydi narxida bo'lib ketdi akalar. Kattaroq bo'g'oz qo'ya olaman desangiz, misol shunaqa bo'lyapti akalar. Mana ko'zingiz ko'rib turibdi, 3 ta qo'ya olyapsiz. Bitta qo'yga qilsangiz 3 ta bo'lib boradi uyingizga. Inshaalloh mana ular ham ekizak tuqqanda ham akalar 1 yilda 9 ta qo'y bo'ladi-da. 3 yil tiymasangiz o'zi 20 tadan oshib ketaygan, ha? Bahramjon, shuni bo'ylaylik, o'lchab ketaylik. Realni bo'lsalar ekan oxirigacha. Obunachilar so'rashsa mana. Mana Bahramjon 80. 80 ga 1 sm kam ya 80. bo'ldi mana. Realni bo'ldi. Chiqqaniga pul sanashaveradi Qaraqa Bahramjon. pul sanashaveradi, lekin yuzi ham qaranglar akalar, qo'ydi haqiqiy yosh variantidan olaveringlar, xolosa effekti ham yaxshi bo'laveradi. Kambag'alni bo'y qiladigan, bo'yni yana ham bo'y qiladigan variantidan ekan akalar mana. Ko'rib turibsizlar, ekazachisi bo'g'oz qo'ydi narxidan inshaalloh. Hop, aka 9,5 millionga ketaveradi-a? Dastlabki Toshkentgacha bor. Mana jonivorlar. Hop, 9,5 million so'mga yetkazib berasiz aka, xolosa. Ya xolasa olishsa maza qilsin Bahramjon. Baragasini bersin. Olganga ham sotganga ham agar aloqaga chiqaverasizlar-da, xolosa bugungi qo'ylarni narxi, qo'ylarni o'zi sizlarga ma'qul keldi degan umiddaman. Kommentariyaga fikr yozib ketinglar akalar. Fikr yozmaydi qoladi, xolosa o'zlaringizning iliq fikrlarni bildirib o'tasizlar. Sizlar uchun video obzor qilishda to'xtamaymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.